2015-yili adashmasam bahor mavsumi deydi u narsa. Kursant edim, lekin bu holatni menga shunaqa so'zlab berishganki, bu halok bo'lgan qutqaruvchimizga alohida ko'rsatuv tayinlaganman o'zim. Ota-onasi, keyin u yerdagi birga xizmatdoshlar aytib bergan. 2015-yili Yashnobod tumanidagi boshqona omborlarda katta bir yirik yong'in sodir bo'lgan. U yong'in juda katta maydonda sodir bo'lgan. Juda katta maydonda, juda katta masshtabda sodir bo'lganligi uchun Toshkent shahridan barcha qutqaruv bo'linmalari joyida ishlagan u yerda. Va ishlash jarayonida yong'inning harorati juda yuqori bo'lganligi uchun ichkarida moy mahsulotlari omborxonasi bo'lgan. Moy mahsulotlari yengil alangalanuvchi yonuvchi mahsulotlarni barchamizga ma'lumki harorati yuqori bo'ladi. Bizning qutqaruvchilar aynan shu qutqaruvchi qahramonimiz o'zining ikkita sherigi bilan yong'inni o'chirish ishlarini olib borayotgan vaziyatda, ya'ni yong'in o'chog'iga yaqin joyga kirib, ya'ni omborxonaning ichiga kirib yong'inni o'chirish jarayonida bizada yong'in sodir bo'lgan joyning o'chog'ida binolarni buzilish holati kuzatiladi. Ya'ni oddiyroq tilda обрушение bo'ladi, обрушение deb aytiladi. Buzilish vaziyati yuzaga kelgan vaziyatda hammaga chiqilsin deyilganda ikkita qutqaruvchi chiqilgan va lekin afsuski bizning hamkasbimiz ichkaridan chiqa olmagan. Afsuski vafot etgan. 2015-yili bu holat kuzatilgan bizlarda. Bizning ish u tavakkalchilikka asoslangan. Oldindan bilib bo'lmaydi. O'sha vaziyatda mana aviatorda sodir bo'lgan yong'inda ham qutqaruvchilar ichkarida qolib ketishi ham mumkin edi. Chunki ichkarida bolalar o'yingohining tom qismi обрушение bo'ldi, buzildi, birdaniga tushib ketdi. O'sha tushib ketish vaziyatida ham bu narsani hammaga ayta olmaymiz biz, lekin o'sha vaziyatda hamma qutqaruvchilarga orqaga degan topshiriq bo'ldi. Hamma orqaga chiqsin, tom tushyapti, tom buzilyapti tom deb. Tom buzilyapti deganda qutqaruvchilar o'zi zo'rg'a chiqib oldi ichkaridan. Va chiqib olgan vaziyatda ham nimaga u qutqaruvchilar ham chiqqan? Ichkaridagi harorat yuqori bo'lgani uchun tashqariga chiqqan vaziyatda tashqarida alikapon yongan mahsulot ustiga tushib ketdi. Har qanaqa vaziyatda tavakkal bo'ladi qutqaruvchi. Ichiga kirayotganda biror bir yongan binoning ichida gaz ballon bor, portlash xavfiga ega bo'lganligini o'ylab o'tirmaydi. Birinchidan qutqaruvchi qo'rquv nimaligini o'ylamaydi. Agar inson o'sha vaziyatda qutqaruvchi qo'rquv nimaligini bilsa, o'ylab, bu yerda o'ylab kirsa, u qutqaruv amalga oshirmaydi. Hamma qutqaruvchini aytaman, bizning qutqaruvchilar adrenalin vaziyatda, o'sha vaziyatda o'ylab turmasdan ichkari kirib ketadi. Tezroq insonni qutqarish kerak edi. Fuqarolarni uyda bolasini ustidan yolg'iz tashlab ketishi fuqarolarni eng ko'p chaqiruvlar. Ayniqsa ayollarimiz. Ichkarida qozonda ovqat turadi, yoqib turadi. Buni kelaman, sho'rva qaynatib qo'yganman deyiladi. Bola ochilmaydi eshigi. Bola uyda, mayli, bola mani bolam tinch deb o'tirar, lekin kim kafolat beradi? Qo'shnisining uyida yong'in sodir bo'lib qolsa, uni uyiga tutun kirib, bolasi zaharlanib vafot etishini yoki zilzila kutilmaganda bo'ladi. Zilzilani hali yer yuzida hali ixtiro qilinmagan hali texnologiya oldindan biladigan. Zilzila sodir bo'lgan paytda ko'chada xavfsiz joyda turishi mumkindir onasi, lekin uyda farzandi bitta o'zi qolib ketsa-chi yolg'iz. Bir kun bitta voqeani aytib beraman. Uchtepa tumanida 2024-yili yoz mavsumida shunaqa holat bo'lgan. Bizga chaqiruv bo'lib qoldi. Chaqiriqda shunaqa sarosimali chaqiriq bo'ldiki, 5-qavatda ikkita yosh bola oynadan chiqib turibdi. Uy yonyapti, ochiq alangada yonmoqda uy. Uy orqa tomoni ochiq alangada yonyapti. Oldi tomondan bo'lsa, bolalarni oynadan boshi ko'rinyapti, faqat orqa tomondan tutunning ichida qolib ketgan bolalar. Shunaqa chaqiriq bo'lib qoldi. Bolalar baqiryapti, yordam so'rayapti, tez kelinglar deb. Xayriyatki, o'sha vaziyatda bolalar uyda yong'in boshlanganidan so'ng ochiq alangada juda katta yong'in juda kattalashib ketgandan so'ng
oynadan yordam so'rashgan. Unda ham birdaniga hamma qaramagan. Xayriyatki 5-qavatning ro'parasida do'kon bor ekan, do'kondagi ayol ko'rib qolgan. Agar do'kondagi ayol ko'rmaganda bilmasdik, shu bitta ayolni chaqirig'i, bizga bo'lgan chaqirig'i shu ikkita bolakayni asrab qoldi. Zilzila sodir bo'lsa-chi, yong'in sodir bo'lsa-chi, u yomonlikni o'ylash emas bu. U oldindan yomonlikni ko'zlab olish, bilish bu. Chunki bola, voyaga yetmagan bola uyda yolg'iz qolish kerak emas, u ota-ona unga mas'ul. Keyin bu voqeadan agarda biror bir hodisa sodir bo'lsa, butun umr afsuslanish bu kech bo'ladi. Afsuslanish foydasi yo'q. Chunki biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ramiz, yig'i-sig'i, dod, voy, mana bu aybdor, mana bu aybdor. U yerda aybdor shaxsni qidirish kech, chunki farzandni qaytarib bo'lmaydi. Qaysi faslda qanday chaqiriqlar ko'p bo'ladi? Bahor mavsumida sel suv toshqinlari kuzatilishi mumkin. Qor ko'chkilari yuzaga kelishi mumkin tog'li hududlarda. Fuqarolarga mana bahor mavsumida tog'ga chiqishdan oldin tog' yonbag'irlariga yoki viloyat hududlarida turadigan fuqarolar ko'chaga chiqayotganda yoki biror bir tog'li hududni pastida yashaydigan fuqarolar e'tibor berishsin, sel suv toshqini xavfiga e'lon qilinganmi yo'qmi? Har doim favqulodda vaziyat vazirligidan SMS keladi. U hazilga ham olishadi, faqat MCS bizani eslashadi deb, u bekorga eslanmaydi bu narsa. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ham nima deydi, bir xil aytishi mumkin, boshqa ish qolmaganmi deb, lekin u xavf xatardan ogohlantirish. Aynan shu SMSni o'qib ham biror bir fuqaro katta xavfdan saqlab qolinishi mumkin. Bu juda bir muhim narsa bu narsa. Yoz mavsumiga kelsak, kunlar isigan sayin ochiq maydonlarda quruq o'tlar paydo bo'lishi mumkin. Ayrim fuqarolar o'z avtomobilida bu juda xunuk holat, bu narsaga hozir juda qattiq kurashilyapti. Tamaki mahsulotini chekib ko'chaga tashlab yuboradi. Ko'chani axlatga to'ldirish. Ayrim haydovchilarga men zo'r qo'shilaman, avtomobilga kir bo'lsa ham, biror bir chiqindi yotgan bo'lsa ham, ularni men bilamanki, ko'chaga tashlamaydi chiqindisini, o'zi avtomobilga yig'ib yuboradi va qayergadir to'g'ri kelsa chiqindiga tashlab yuboradi. Va shu vaziyatda aynan arzimas bir kichik bir tamaki mahsuloti quruq o'tning yonishiga sabab bo'ladi. U quruq o't mayli ochiq dalani yoqishi mumkin, lekin u bizning amaliyotda bo'lgan katta bir binolarda o'chib ketgan yong'inlar ham bo'lgan. Bunaqa kuzatilgan bu narsa. Bizda ko'p holatlar bo'lgan. To'g'ri, juda katta bino, juda katta masshtabda yonib ketmagan, lekin shu binoga zarar yetgan payti bo'lgan bu narsada bizning amaliyotimizda yozgi mavsumda. Va shu bilan bir qatorda yozgi mavsumda cho'milishda, ayniqsa taqiqlangan joylarda cho'milish kuzatiladi. Aka-uka to'y bo'lish kerak bo'lgan, qo'shaloq to'y qilish kerak bo'lgan, ular suv bo'yiga, ya'ni mana shu cho'milishga borishgan. Cho'milishga borganda aka-uka suvga tushishni bir-biri o'ziga o'rtoqlar bilan borganda ko'rsatishgan, endi u yerda o'yin ketgan, o'yin qaroq bo'lib, chunki to'yi qo'shaloq to'y bo'lish kerak bo'lgan bir haftadan keyin. Yana shu vaziyat shunaqa bo'lganki, aka-uka suvga tushayotganda, tushgandan so'ng undagi ukasi suvdan chiqmagan. Afsuski suvdan chiqmagan, ukasi suvning ichida cho'kib halok bo'lgan. Tepasida har bitta bolani tepasida bir xodim yurmaydi-yu, cho'milmagan deb. Kuzgi mavsumda kelsak, kuzgi mavsumda ko'pgina kuzatiladigan holatlar sovuq birdaniga tushishi bilan ko'pgina fuqarolar nostandart elektr isitish uskunalarini qo'yib qo'yadi. Sovuq birdaniga tushadi. O'zining tashqaridan misol uchun ko'p qavatli turadiganlar markaziy isitish kelmaganligi uchun birdaniga isitishni boshlaydi. Isitish mavsumida aynan shuni men aytib o'tamanki, jahon tajribasida shu narsa bo'ldiki, Yevropada xonani harorati 20 gradus bo'lar ekan. 19-20 gradus bo'lar ekan. Yevropada bizning yurtimizga o'xshab qishki mavsumda yengil kaltalada yoki biz o'rganganmiz, uyini issiq qilib olishadi. Xuddi yozda yurgandek yurish kerak, yozda yurgandek. Bunaqa emas. O'zini uy kiyimida juda ham kurtka kiyib olmagan holatda oddiy o'zini kiyimida yurilar ekan. Aynan shu 20 gradus, 21 gradusga mos qoldi. Bizning shuna tushuncha borki, sovuq mavsum tushishi bilan nostandart pechkani oladi, qo'yadi, bo'ldi, bolam shamollab qolmasin deb. Bolasini 36 gradus xonada olib o'tiradi. Bolani burni quriydi, babi kasal bo'ladi, chunki issiqdan sovuqqa birdaniga chiqsa. Bolani qancha asrayman deydi, sovuqda shamollab qolishi mumkin deydi, lekin meditsinada ham aytilgan, bolani yoshligidan issiq ham emas, sovuq ham emas, o'rta haroratga o'rgatish kerak, chiniqtirishga unga. Birdaniga sovuq tushgan payti yong'inlar sodir bo'lish kuchayadi. Nimaga? Xona harorati o'zi yetarli darajada iliq bo'ladi, qo'shimcha pechkani isitishadi, qo'shimcha tarzda katta bir yong'inlar, bir ko'ngilsiz hodisalar yuzaga keladi. U vaziyatda insonlarning halok bo'lishi ham kuzatiladi, boshqa bir ko'ngilsiz hodisa ham kuzatiladi. Aynan shu qishki mavsumda sovuq maksimal darajaga chiqqan vaziyatlarda, ya'ni qor yog'ib, qor yog'gandan so'ng ertasi kuni
bilamizki, qor yog'ib o'tgandan so'ng juda sovuq bo'ladi ertasi kungi tunda. O'sha tungi vaziyatlarda yoki boshqa bir qish mavsumida yana hozir qaytaman, nostandart isitish uskunalarni kuz mavsumida ishlatib turgan fuqaro xavfsiz deb o'ylab, qishki mavsumda ham davom ettiradi. Kuzgi mavsumda, qishki mavsumda hozirda shunaqa ko'p holat kuzatiladi. Avtomobillarni ko'p haydovchilar daraxtlarni tagiga qo'yadi. Yog'ingarchilikda kuzda daraxtlar yiqilishni boshlaydi. Qishki mavsumda daraxtlarga og'irlik tushib, qor yog'gan vaziyatda sinishni boshlaydi. Bu ichkarida turgan fuqaro agar haydovchi rulda bo'lsa, avtomobil tushib ketsa, halok bo'lishi mumkin. Bu narsa hayotda bo'ldi, bunaqa narsalar, hodisalar. Bunaqa hodisalar kuzatildi. Shuning uchun o'z avtomobilini daraxtlarni tagiga, katta daraxtlarning tagiga emas, imkon boricha ochiq maydonlarga, avtoturargohlarga qo'yish tavsiya qilinadi. Yolg'on chaqiriqlar bizda hozirda kuzatilmayapti. Nimagaki, har bitta siz chaqiriqqa qo'ng'iroq qilsangiz, 112 raqamiga qo'ng'iroq qilganingizda yagona dispetcherlik xizmati bor. Bu 101, 102, 103, 104 xizmatlari barchasi jipslashgan va maxsus platforma bor. Sizni raqamingizni yashirgan holatda qo'ng'iroq qila olmaysiz. Sizni qayerdan qo'ng'iroq qilayotganingizni, sizni kimligingizni o'sha zahoti sizni ovozingiz ham yozib olinadi va sizga ma'muriy javobgarlik qo'llaniladi va yana jinoiy javobgarlikka olib kelinadi. Fuqarolarga shuni aytamanki, davlatni tezkor xizmatlari bilan hazillashadigan vaziyat emas bunaqa narsa. Davlatning tezkor xizmatlari bilan hazillash bo'lmaydi. Chunki har bitta chaqiriqni bizlar ichkarida misol yong'in sodir bo'ldi, ichkarida fuqaro bo'lishi mumkin desa ham bizga chaqiriq tushishi mumkin, lekin borligini aniq emas. Lekin qutqaruvchilar u bormi fuqaro, yo'qmi, yong'in sodir bo'lyaptimi, qanaqa quruq o't yonyaptimi, u yerga jon jahdi bilan, u yerga tezkorlik bilan borishadi. U vaziyatda davlatni texnikalari bu sarflanadi. Yolg'on chaqiriqqa borayotganda real vaziyat yuzaga kelsa, u real vaziyatga to'sqinlik qilib qolishi mumkin yolg'on chaqiriq. Shuning uchun yolg'on chaqiriq bilan fuqarolarning hazillashmasligini so'rab qolamiz. Bu jinoiy javobgarlikka tortiladi bu narsa, jiddiy narsa. Bizning favqulodda vaziyatlar vazirligida shu urf-odat borki, shu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandagi ayrim holatlarda shu qutqaruvchi suv bilan sepilib, alohida qutqaruv texnikalari bilan, ovozlar bilan butun jamoa baravariga xursandchilik bilan ko'tarinki ruhda ustoz sifatida kuzatayotgan vaziyatlar juda ko'p bo'ladi bizlarda, chunki bu bizning urf-odatimizga kiradi. Ya'ni har bitta nafaqaga chiqayotgan qutqaruvchiga, ya'ni kasbdoshimizga cho'pon kiyg'iziladi, o'zbekchilikda do'ppi kiyg'iziladi, uni tabriklanadi. Qutqaruv texnikalaridan, ya'ni dastaklardan suv sepish marosimi bo'ladi. Bu nimani anglatadi? 20 yil umrini baxsh etgan qutqaruvchi bu ichida olov yonib turadi, u kasbga bo'lgan muhabbati. Shu men o'ylayman, shu olovni nima deydi, ketayotganda u olov battar yonishi mumkin, chunki ichida jiz etadi ichi. Qutqaruvchining ichi jiz etadi, chunki chaqiriqqa chiqmaydi, boshqa odamlarni qutqaruvga chiqmaydi, boshqa xalqdan duo olmaydi. Chunki bizlarda borganda chaqiriqqa bizni qutqaruvchilarni maza qilib yuboradigan vaziyati bu xalqdan yong'in o'chirib bo'lgandan so'ng xalqdan duo olish. Xalqning duosi bizga juda bir motivatsiya bag'ishlaydi, bizga bu juda bir xursandchilik narsa. Bu narsani faqat biz bilamiz, bu narsani ishlagan odam biladi. Tez tibbiy yordam markazida, Chilonzor tumanining shoshilinch tez tibbiy yordam markazida bizga xabar tushgan, ya'ni bir kichik bir bolakayni, ya'ni 3-4 yoshlarlik bolakayni qiymalagachga qo'li kirib ketgan holat kuzatilgan. Bizning qutqaruvchilar voqea joyiga borgan, shifoxonada qarasa, shifoxonalar u bolakayni qo'lini olib chiqish uchun bizlar kerakmiz.
qiymalagichni ochib bolakayni qo'lini olib chiqishga. Va afsuski u bola u vaziyatda shunday qo'rqinchli holatki, u vaziyatda qiymalagich stol ustida turgan, ona ayniqsa uy bekasi endi qiymadan chiqazib go'shtni uni qilgan xatosi u yerda qo'yib qo'ygani ishchi holatda. Mana bir arzimas xato. U farzandni aytishi mumkin, farzandim yuvosh, sho'x emas. Bu xatolikni sho'x, yuvosh bola unga qarab o'tirmaydi. Bolalar ota-ona qilgan ishga harakat qiladi qilishni. Qiziqqon bo'ladi, harakat qiladi. Uy bekasi bo'lishni xohlaydi, ayniqsa qizlar. Onam qilgan ishni men ham ovqat qilaman deydi. Gazni yoqadi, qiymalagichni qo'yadi, yordam bermoqchi bo'ladi dastyor bo'lib. Shuning uchun har doim ota-onalarga aytamizki, xonada, oshxonada qiymalagichlarni ishchi holatda qo'yishmasin. Ishlatib bo'lishdimi, erinchoqlik qilishmasin. Olishsinki shkopni eng burchagiga tagiga qo'yib qo'yishsin. Yuqori shkopga ham qo'yib qo'yish xavfli. Chunki zilzila biror bir hodisa sodir bo'lsa, u og'ir yuk bu shkopga. Shkopdan tushib ketib, boshqa tan jarohati yetkazishi mumkin. Oshxonadagi barcha og'ir buyumlarni imkon boricha shkopni tagida saqlasin va ishchi holatda emas. O'tkir tig'li narsani shkopga, tortmaga yashirib qo'ysin. Bola sho'x bo'lsa, qulib qo'yib qo'ysin pichoqqa yoki ayniqsa gaz uskunasini har doim ishonib qolishmasin. Hozirda shunday choyniklar sotiladi, cho'gimlar sotiladi, ya'ni uchtek chaluvchi qaynaganda. U cho'gimlarni ham xatolik yuzaga kelib, nosozlik yuzaga kelib, shu uchtek chaluvchi qurilmasi ishlamay qolsa, shuna nosozlik yuzaga kelsa, u arzimagan bir cho'gimdan ham cho'gim qaynaydi, suv toshadi yoki suv tugaydi, gaz o'chadi va qaytadan yana olov o'chib qoladi gazdagi, gaz quruq uyga yig'iladi va havo gaz aralashmasi chaqnashi bo'ladi. Arzimas bir oshxona buyumlaridan kelib chiqadigan ko'ngilsiz hodisalar juda ko'p. Bizning amaliyotimizda har xil hodisalar yuz bergan. Shunaqa hodisa bo'ldi, ya'ni 1,5 yil oldin bizga shunday chaqiruv tushib qoldi. Bizlarni bilsangiz, hammaga ma'lum, ayrim viloyatlarda shu hojatxonalar bor, eskicha yer qazilgan holatdagi hojatxonalar bor. Yosh bolakayni, ya'ni 3 yashar, 4 yashar bolakayni shu hojatxonaga tushib ketgan holatda chaqiriq bo'lib qoldi. U voqea joyiga zudlik bilan yetib borildi va qutqaruvchilar xayriyatki ichkaridan bolakayni chiqazib olishdi. Bu bitta emas, bu 1 yil ichida 3-4 ta xuddi shunday chaqiriq bo'ldi. Va u vaziyatda juda xavfli vaziyat bu narsa. Ayniqsa hovlida turadigan fuqarolarga shuni eslatib o'tamiz. Mana bizlarda bo'lgan boshimizdan o'tgan holatni aytamiz. Unda yosh bolakay o'zi xohlamagan, u xavf-xatarni bilmagan u narsani. U hovlida o'ynab yurganda bir qiziqqonlik bilan shu kirgan hojatxonaga va bexosdan tushib ketib qolgan. Shuning uchun har bitta ota-ona yana bir bor eslataman, u vaziyatga tushmasligi uchun o'z farzandini nazorat qilsin. Hozirda ayrim bolalar o'yingohlarida shunaqa narsalar chiqqan ekan, to'lov tizimi, ya'ni ertalabdan kechgacha, ya'ni VIP tarifiga to'lov qilinadi va farzandini shu o'yingohda tashlab ketsa bo'lar ekan. Lekin bu narsa favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan tavsiya qilinmaydi. Chunki har bitta ota-onaning farzandi bu bebaho ne'mat hisoblanadi. Qanday qilib ishonib tashlab ketishi mumkin biror bir qiymat evaziga farzandini? Qanday qilib u yerdagi yosh xodima, ya'ni ishchi qiz yoki yigit o'zini himoya qilishni bilmaydi hali to'liq. U birinchidan qutqaruvchi emas, insonlarni qutqarishga, bolakaylarni qutqarishga. Yana bitta narsani ayta olaman, u ishchini o'rnida qutqaruvchi qo'yilsa ham yo'q, nazorat qilishiga. Qutqaruvchi ham kerak bo'lsa 10 ta bolani baravariga nazorat qila olmaydi va qutqaruv ishlarida baravar qutqara olmaydi. Chunki bolalar bu katta insonlarga o'xshab evakuatsiya hamma chiqilsin deganda u chiqmaydi. Bolalar xavf-xatar tug'ilganda, misol chiroq o'chib qolsa, har yerga tarqab, biror bir tirqishlarga o'zini himoya qilish, ularda instinkt shundayki, bolalarda o'zini biror bir burchakka o'zini kirib, o'zini himoya qilishga otlanadi bolalar. Va biror bir joyda kichik bir bola katta bir insonlarni oyoq ostida ketishi mumkin, qolib ketishi mumkin. U qanday katta bir ko'ngilochar savdo maskani bo'lmasin, xavfsizlik tizimi 100% bo'lmasin, u texnika bu. Har bitta tizimda xatolik bo'ladi. Hech qaysi tizim mustaqil zo'r ishlaydi deb bo'lmaydi. Ertalabdan kechgacha qoldirishsin, lekin o'zlari shu yerda bo'lsin, nazorat qilib. Shu yerda o'zlari qarab tursin. Chunki farzandni kim almashadi? Farzandidan ayirganlardan bilsin. Qanchalik farzandi qiymatga ega ekanligini. O'z boshidan o'tkazgan shu narsani biladi oldindan. Fuqarolarga shuni maslahat qilaman, qisqaroq soddaroq aytaman. Zilzila sodir bo'lganda zinaga, oynani oldiga, boshqa bir yengil konstruksiya joyiga borishmasin.
ochiq joyda bo'lishsa, stalbalardan uzoqroqda, binolardan uzoqroqda ochiq maydonga chiqsin. Uy ichidami, uy ichiga mustahkam beton konstruksiyani qirrasiga boshini himoya qilgan holatda turib olishsin. Zilzilada yong'indan qaraganda boshqacha harakat ketadi. Zilzila tugaguncha fuqaro o'zini himoya qiladi, turgan joyida, ochiq joyda chiqishi mumkin yoki uyni mustahkam konstruksiyasiga, devorning qirrasiga yoki stulni tagiga kirib, boshini himoya qilgan holatda zilzila tugashini kutadi. Shu vaziyatda sarosimaga tushmasdan ko'chaga chiqish bu eng xavfli, odam o'ziga o'limni bir bo'yniga qo'yish bilan baravar gap. Chunki binoda zilzila sodir bo'lganda birinchi buzilib ketadigan konstruksiya zina hisoblanadi. Zinada zilzila sodir bo'lganda zinaga yurish qat'iyan, liftdan, zinadan foydalanish taqiqlanadi. Evakuatsiya ishlarini zilzila paytida amalga oshirilmaydi. Faqat kutiladi zilzila tugashini, o'zini himoya qilgan holatda. Yong'in sodir bo'lganda esa buni aksi. Yong'in sodir bo'lishi bilan tutunni hidini sezdim fuqaro zudlik bilan evakuatsiya chiqish joyiga chiqish kerak. Sarosimaga tushmasdan o'z xonadonidami farzandlarini olib o'zi tushib ketsin. O'zi ko'p qavatli uyda tursa va tushib ketish bilan bir qatorda qo'shnilarini chaqirgan holatda, atrofdagi fuqarolarni chaqirgan holatda yosh bolalarga, voyaga yetmagan bolalar bilan qariyalarni o'zi bilan olib chiqib zudlik bilan binoni tark etishlarini qilish kerak. Yong'inni o'chirishga kuchi yetmasa, yong'inni o'chirsa bo'ladi, sarosimaga tushmaslik kerak. Har qanaqa favqulodda vaziyatlarda insonlarning o'limiga olib keladigan narsa bu sarosima hisoblanadi. Sarosimaga tushish bu arzimas bir kichik bir arzimas holatda ham o'limga, katta bir ko'ngilsiz hodisaga olib kelinadi. Chunki vaqtida bizga chaqiriq bo'lmaydi, vaqtida qutqarishni amalga oshira olmaymiz.